Muvaffaqiyat uchun eng muhim narsa o'zi aslida nima? Muvaffaqiyat aslida 3 ta omilga bog'liq bo'ladi. Maqsad, ishonch, harakat. Maqsad, ishonch, harakatdan keyin ilhomlanish, natijaviylik ko'rish. Mana buning orqasida eng katta muvaffaqiyat turibdi. O'zi ayol kishi, mana ichida zo'r potensiali bo'lgan ayol kishi faqatgina mana shu oilada o'tirib, ilhomlantirib o'tirishi kerakmi yoki balkim hozirgi kunda zamonaviy mana shu o'zbek ayollarini biznesga, tadbirkorlikka kirish vaqti keldimi? Hozirgi zamonimizda hozirgi berilayotgan imkoniyatlardan xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, foydalanmaslikning o'zi bir gunoh. To'g'ri. Chunki Alloh beradigan har bir kunimizdan unumli foydalanishimiz kerak. Alloh bergan har bir daqiqalarimizdan unumli foydalanishimiz kerak. Alloh harakatdagi insonga baraka beradi.